Ukam siz qarayapsizmi bu yerga? Aha aka biz qaraymiz, hozir akam bilan chaqirib beraman aka. Nima, o'zingiz ma'lumot bera olmaysizmi? Aka, men bugun kelavdim-da. Mayli, ma'lumot berib beraveraman aka. Loyiha menga yoqdi. Boshlanish to'lovi necha pul? Boshlanish to'lovi Xurshid aka, boshlanish to'lovi qancha edi? $10,000. Aka, $1000 aka. Tochna $1000mi? Aniqmi? Shunaqa aka. Shartnoma imzolaymiz. Bo'ldi aka, qilib beramiz. Mana ukam $1000. Bu shartnoma meni nomimga rasmiylashtirildi. Bo'ldi aka. Mayli, sog' bo'lasiz. Bo'pti ukam, sog' bo'ling. Bo'ldi aka, xo'p bo'ladi. Hozir mijoz meni kiydirib ketadi deb o'ylasanglar, qattiq adashasizlar. Bizni barcha loyihalarimizdan boshlanish to'lovisiz va ortiqcha foizlarsiz xonadonni xarid qilishingiz mumkin. Sizlarni sotuv ofisimizda kutib qolamiz.